Ikkalasini qarang 28 ga. Aha. 32 panjadan o'tgan qo'y. 2 million 800 ming so'mga qo'zi, 3 million 200 ming so'mga panji qo'y so'rayotgan ekan bahosi. Egasi necha pul bo'lsa o deyapti aka? 6,5 misol deyapti egalasi. Egasi bir joyda 6,5 bo'lsa baraka deyotgan ekan. Ha, o'zi oz qolibdi-ku o'rtalaringizda. Ko'chari ham to'g'ri kelib qoldi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, kanalimiz kuzatuvchilari. Mana bugun 2025-yil 31-oktyabr hafta kuniga muborak juma kuni. Hammalaringizga Sayyidul Ayyom juma kuni muborak, barakatli bo'lsin. Mana bugun biz Xudo xolasa Surxondaryo viloyati Boysun tumani Chilonzor mahallasida joylashgan Chilonzor juma mol bozoridamiz. Mana bugun Xudo xolasa sotilgan qo'y, qo'zi, uloq, echkilar haqida ma'lumotlar berib borishga harakat qilamiz. Sizlardan kanalimizni qo'llab-quvvatlab obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, like bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirishlaringizni so'raymiz. Nech pul baraka bo'ldi? 1 million 650. 1 million 650 ming so'mga baraka bo'ldi mana shu echki. 2 million 800 ming so'mga baraka bo'ldi mana. Nechiga deb? 2 million 800 Qo'shqor qo'zi. Qo'y necha bo'lib qoldi bu? 3,5 million so'm. 3,5 million so'm so'rayapsizmi? Aka 4lik mol bo'lsa, 4 million so'm baho qo'yilgan ekan, 3 million 500 ming so'm savdosi o'tdi. Aka qaysi savdo bo'lyapti buni? Necha pulga? 21,5. 2 million 150 ming so'mga mana kenja qo'zi savdosi o'tdi. Bo'lma qiynalma. Sog'liq kimdan sog'liq? Sog'liq kimdan? Sog'liqda egasi yo'q ekan. Baraka bo'ldimi bu? Bo'ldi, baraka. 2 million 150 ming so'mga baraka bo'ldi. Olganga ham, sotganga ham Alloh barakasini bersin. Bu uloqlar necha pul? Qaysi sotildi buni? Mana shu ikkita uloq 800 ming so'mdan baraka bo'libdi, urg'ochi uloq. Bir joyda. Mana olgan, mana boy bu. Barakasini bersin mana. Necha pul bu qo'zingiz aka? Qo'zimizni 28. 2 million 800 ming so'rayaptimi? Bermadingizmi? Bermaydim. Zo'r so'rabdi lekin aka berib olish kerak. 3 ga beraman debdi. Ha, 3 million so'm deyotgan ekan, 2 million 800 ming savdosi o'tdi. Necha pul so'rayapsiz? Buni necha pul so'rayapti? 850 ming so'mdan mana urg'ochi urug'lar so'ralayotgan ekan. Aka siz necha pul berdingiz? Men milliondan oshasan deyapman. 1 milliondan oshsang baraka deyotgan ekan mana akamiz. 850 ming savdo o'tdi. Aka yaxshi savdo o'tdi lekin. Men bosh video chiqib deb bunga qara hamma ko'ryapti. Aka necha pul bo'lyapti bu? Savdosi. 22,5. 2 million 250 ming so'm savdosi bo'layotgan ekan. Qo'chqor qo'zimi, urg'ochimi? Urg'ochi qo'zi. Siz necha pul deyapsiz aka? 2 million 300 ming so'm deyotgan ekan aka. Bering aka, bering, yaxshi savdo o'tdi. Sog'liq necha pul aka, sog'liq? Sog'liqda 4 ham deb. 4 million 500 ming so'mdan deyilgan sog'liqda. Qo'zilarchi? Qo'zlarda 51 so'rayapti. 5 million 100 ming. 5 million 100 ming bir joyda. Qo'chqor qo'zimi? Ikkovi qo'shar qo'z. Ikkalasi ham qo'chqor. Bir onani bolasi. Bir onani bolasi ekan. Zekamonlar bor. Aka necha bo'lyapti qo'zilar? 3 million bo'lyapti aka. 3 million so'rayaptimi? Siz necha pul baho qo'yasiz? 4 million so'm baho qo'ydik ekan, mana 3 million so'm savdo o'tdi. Rais bu uloqlar ayting. Savdosi. Buni 25 kam 900 qildi, bularni olib beragan. 875 ming so'm kichkinasi savdo o'tdi. Bular savdo bo'lmoqda. Aka necha bo'lib qoldi oxir savdosi? 3,5 bo'lyapti, bermayapman 3,5. 3 million 500 ming mana Qo'chqor qo'zi savdo o'tdi. Necha pul baho qo'yasiz? Endi o'tsa beramiz 3,5. Ha, 3,5 dan sal balandroq bo'lsa berilar ekan. Necha bo'lyapti rais bu qo'zi? 3 million deyapsiz? Savdosi-chi? 2 million 200 ming so'm savdosi o'tdi. 3 million so'm baho qo'yilgan ekan. Sog'liq qo'ylar necha pul ekan? Necha pul bo'lyapti aka? Aka holi uydagilar bilan maslahatlashmay kelibdi. Narxini bilmayapti.
Bu qo'y nechi pul ekan aka? 4.500 deyapsiz, savdochi. Savdosi aniq savdo bo'lmoqda hozir. Takovloq nechi pul bo'ldi aka? Kavloqda 3 million deyapti. Mana shu takovloq 3 million so'm baho qo'yilgan ekan. Savdosi-chi? Savdosi. 2.250 ming so'm savdosi bo'ldi. Qo'zi-chi aka? 2.200 ming so'm savdo bo'ldi. Yo. Sen o'tib suv qoldi. Qaysi savdo bo'lyapti aka? Shu mana qolsin. Nechi pulga? 3 million 200 bo'lyapti shu savdo. Mana 3 million 200 ming so'mga savdosi bo'layotgan ekan. Urg'och qo'zi. Narxi 1 million 100 Uloqlar nechi bo'lyapti? Nechi pul so'rayapsiz? So'raganiga 1,5 berasiz. Yo'q. Ha, ikkita uloq bir joyda Shukr aka. 1 million 500 ming so'm savdo bo'layotgan ekan. Ya u pulni aytmang aka. Bu dolma ko'tarilib ketadi unga. Endi aytmang buni. Siz baho qo'yapsiz qo'ziga aka o'zi. 3,5 misol. Ha, siz nechi pul so'radingiz? 3 million 200. 3,5 bo'lsa, oddiy aytgan ekan ega 3 million 200 ming so'm savdosi bo'ldi. Bular nechi puldan oldi aka? 750 mingga 700 ming so'm oldi. Urg'ochmi, takovloqmi? Ikkalasi takovloq, bittasi urg'och ekan. Nechi pul ekan bular? Bu 3 million 800 dan deyapti. 3 million 800 dan deyapsiz. Savdosi-chi? Savdosi. Savdosi 2 oydan bo'ldi. 2 oydan. Savdosi 3 million so'mdan bo'libdi. Qo'chqor qo'zilar. Bu taka nechi bo'lib qoldi aka? Savdosimi? Yo, aytyapsizmi? 2 million 500 ming aytilayotgan ekan. Savdosi-chi aka? 1 million 900 ming savdosi bo'ldi. Nechi pul ketdi ekan bu? Bu 5 million 150. Ikkalasi bir joyda 5 million 150 ming. Qo'chqor qo'zimi? Qo'chqor qo'zilar. 5 million 150 ming so'mga baraka bo'ldi. Sog'liq nechi pul? 33 bo'ladi. 3 million 300 ming so'm bo'ldi. 36 bo'lsa oladi. 36 bo'lsa baraka ekan egasi. Ha, sog'liq. Nechta tuxum qo'y aka bu? 5 tuxum. 5 tuxum qo'y. Mana yashiradigan joyi yo'q. Bekovning sinfdoshi. Ha, bo'yna. Bir klassdek. Ha, bir klass. Gap yo'q. Mana mol bozorga mana ho'kisha buzoq ketdi managa. Nechi bo'lyapti aka bu? 12 million. 12 million so'm savdosi bo'layotgan ekan. Endi bas. Bahosi nechi pul qo'yapsiz o'zingiz? Men 15 dedim. 15 million so'm baho qo'yilgan ekan. Mana hamsoya gilam sotsam qo'shninga sot. Bir ishlab o'tirasan degan. O'lish ber deyapman mana hamsoya. 12 million so'rayapman. 12 millionga baraka bo'ldi oxiri. Mana shu ho'kischamiz. Nechi puldan bo'lyapti eshiklar aka? Savdosi bo'ldimi? 1 million 300 ming so'mdan savdosi bo'ldi mana. Bahosi nechi pul buni? 1 million 500 ming baho qo'yilgan ekan, 1 million 300 ming so'm savdo bo'ldi. Qo'zilar nechi pul rais bu? 3 million so'mdan deyilgan ekan. Savdosi-chi? 2,5 milliondan saylab olishga deyilgan ekan. Mana shu echki Bo'lyapti 18 bo'lsa beraman. 1 million 600 ming so'm savdo bo'layotgan ekan, 1 million 800 ming bo'lsa oddiy aytgan ekan, mana xayrigani 100 ming o'tyapman deyapti. Mana. Baraka qilamiz. Baraka. Bu uloqlarchi? Uloqlar 1,5 dan deyapmiz. 1 million 500 mingdan deyilgan ekan, yana kelishlari ekan. 30 minglarga olmaz. 1 million 270 mingga baraka bo'ldi aka. 6 million 270 ming so'mga mana Panjir. ikkalasi baraka bo'ldi. Oxir mana shu urg'ochi qo'zi bilan mana panjir qo'y. 1 million 750 ming so'mdan baraka bo'libdi mana. Qanchadan bo'ldi? Ketadi. 1 million 7. Buni shu qoldi aka. 3 million 100 so'rayapsizmi aka siz? Siz nech pul deyapsiz aka? Deyapman. Ha. 4,5 aka ko'p baland emasmi bu? Ha. Siz nech pul dedingiz aka? Ha, 3 million 100 ming so'mdan so'ralayotgan ekan bir joyda.
Mana hurmatli bizni kuzatuvchilar, mana bozor ham yakunlanib qoldi. Videolarimiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, bir donadan like bosib, obuna bo'lganlar kanalimizga obuna bo'lib qo'yasiz. Mana, like bosamiz aka. Mana.